joylarda to'la farishta bo'ladi ekan uylarimizda. O'sha payg'ambarimiz davrida so'ragan ekanda, "Ya Rasululloh, nimaga bizga ko'rinmaydi?" desa, "Hozir agar bizga ko'rinsa, yuragimiz yorilib o'lib qolamiz." Shuning uchun ma'ruza bo'ladigan joyda, Qur'on o'qiladigan joylarda, salovat aytiladigan joyda ko'p duo qilib olaylik. Duo eng yaxshi narsa duo. Allohni ko'rib turganda, "Ey Robbim, men seni ko'rmasam ham sen meni ko'rib turibsan-ku." Duolar qabul bo'ladigan soatda duolarimizni qabul qilgin. Ishonch bilan so'rang. Bo'larmikan desak bo'lmaydi. Hali Sulaymon alayhisalom degan payg'ambar o'tgan. Yana bitta narsa gapirib ketay, ko'p gapirsam ham, o'sha Sulaymon alayhisalom bilamiz, devlarni, jinlarni, hayvonlarni bo'ysundirgan o'zlariga va hayvonlar bilan gaplashgan. Sulaymon alayhisalom shunday bir kun lashkarlari bilan kelayotsa, bir tog'ni bo'yida bir chumoli shunday og'zida toshlarni olib bu yoqqa o'tkazayotgan ekanda. Hali Sulaymon alayhisalom shunday, "Ey chumoli, nima qilyapsan?" desa, "Tog'da u yoqda sevgilim turadi. Sevgilimga yo'l ochyapman" desa, haqqa otib kulibdi. "Sen bir chumoli bo'lsang" debdi, "Sen qachonga tog'dan yo'l ochasan" desa, "Hali chumoli aytdi, meni ishim boshlash" debdi. "Uni Allohga havola qilaman" deb. Shunda Sulaymon alayhisalomning rahmi ketdi. Hali o'sha butun lashkariga buyuribdi. Sulaymonga debdi, o'sha chumoliga debdi, "Yo'l ochinglar, sevgilisiga qarab borsin" debdi. Hamma ishga tushib ketib, tog'dan yo'l ochilibdi. Hali chumoliga aytibdi Sulaymon alayhisalom, "Qani, o't, bor sevgilingni oldiga. Mana senga yo'l ochdik" debdi. Hali Sulaymon alayhisalom shunday yo'lni boshiga kelib, shunday Sulaymon alayhisalomga qarab, "Ey Sulaymon, ko'rdingizmi? Meni ishim boshlash. Ya'ni Allohga havola qilib, mana siz tugatib berdingiz" dedi. Shuning uchun bir ishni boshlashdan oldin qo'rqmaylik. Allohim o'zingga havola qil. Tavakkaltu Alloh. O'zingga tavakkal qil desak, hamma ishimiz besh bo'ladi. Bo'larmikan, qilsammikan degan gapni qo'shmaylik. Ikkilanish kerak emas. Mana yoki bo'lmasa qo'limizdan bir narsa ketib qoladi. Biror uzugimizni yo'qotamiz yoki bir idishimiz sinib qoladi. Unga ham achinmaylik. U boshimizga kelayotgan balo bo'ladi. Endi bir rivoyat bor, bu ham bir hikoyada. Bir inson shunday hovlida o'tirsa, hali inson chimchiqlar tilini tushunar ekanda, shunday hovlisida o'tirsa, ikkita chimchiq kelib qonibdi-da, chivir qilib gaplashibdi. "Bugun bu odamda" debdi, "sigir o'ladi" debdi. Hali odam shartta sigirni olibdi-da, qo'shnisiga sotibdi. Rostdan sigir o'libdi. Yana bir ikki kundan keyin, ya'ni odam yana hovlida o'tirsa, yana ikkita chimchiq kelib chivir qilib gaplashdi. "Bugun bu odamda qo'yi o'ladi" debdi. Shartta qo'yni yapti, qo'shnisiga sotibdi. Rostdan qo'y o'libdi. Yana bir ikki kun o'tgandan keyin yana hali odam hovlida o'tirsa, boya chivir qilib gaplashdi. "Bugun bu odamda o'zi o'ladi" debdi. Endi o'zini sota olmaydi, u yoqqa o'tdi, bu yoqqa otibdi o'zini. Hali odam vafot etibdi. U dunyoga borgandan keyin Allohga aytdi, "Ey Robbim, yosh edim, bolalarim kichkina edi. Nimaga meni jonimdan olding" desa, "Birinchi sigiringga jo'natdim, sotding. Qo'yingga jo'natdim, sotding. Oxir o'zingni joningda oldim" deydi. Shuning uchun qo'limizdan ketgan narsaga hech qachon achinmaylik. U boshimizga kelayotgan baloni haydaylik. Alloh taolo ehsonlaringizni o'z dargohidan qabul qilsin.